Nima rejissyormisan? Mayli, hammasini unda o'zing olib bor. Biz prodyuserlik va ssenarist son bilan bu ishga 1 oyimizni sarflaganmiz. Ularga baribir bo'lgani uchun jim turibdi deb o'ylayapsizmi? Kema kelishi haqida xabar berilgandi-ku. O'shanda krablarni ovlagandik, endi esa baliq ovlaymiz. Bu turli narsalar-ku. Turli narsa bo'lgani bilan birini o'zgartirish kerak-ku. Hammasi bir xilga o'xshaydi. O'zgartirish kiritish kerakmi? Mayli, unda boshqa muxbir olsin. Shunda hamma narsa o'zgaradi. Doimiy tahdidlaringiz endi ish bermaydi. Tushunmadim. Voy, buni qara. Hay. Oy, nima bu? Ha, men nima dedim? Mayli, e'tibor Gapingizda berma. davom eting. O, bosh prodyuser keldingizmi? Xayrli kun. Oy, xayrli Xudo kun. ochilib ketibsiz. Haqiqiy yulduzsiz. Tanishganimdan xursandman. Yaxshimisizlar? Buncha kelishgan ekan. Tanishinglar, hozirda ko'p muzokaralarga sabab bo'layotgan mashhur rejissyor Ian U. Qani qarsaklar? Salom, xayrli kun. Salom, salom. Qoyil! Prodyuser Kion qayerda? Umi. U bu tomonda. U yerda? Albatta. Sizni kuchingiz faqat ichimlik olib berishga yetadi, to'g'rimi? Yo, xudo! Tushlikni birda-bir olib berasiz. Xuddi shunday. Shuni ham zo'rg'a so'rab olamiz. Nima, sizdan go'sht so'rayapmanmi? Menga unday tuyulmayapti. Bo'ldi, jim. Nima bo'ldi? Nima? Ishlayotgandek o'zingni ko'rsat. Jinursan. Oycha, bu nima qilganing? U bu yerda nima qilyapti? Tur. Prodyuser, 1 daqiqaga kela olasizmi? O, boshliq, qo'ng'iroq qilib ogohlantirsangiz bo'lardi-ku. O'zingiz ovora bo'lib kelibsiz. Biram noqulay bo'lyapti-ki. Qani tezlashing. Nima bo'ldi? Reytinglar ancha yomonlashdi. Buni hal qilishimiz kerak. Bu haligi nima, biror taklifingiz bormidi? Hozircha bilmadim. Salom. Nima? Ay! Ay! 2010-yil. O. Kelishgangina ekan. Salom. Ay, Jinursan. O'g'lim, kiramizmi? Ha, oyi. Sizlar yurtimizni kelajagisizlar. Undan tashqari yurtimiz sizni qo'lingizda. Bizni kelajak sizni qo'lingizda. Do'stlar, shuni bilingki, qarshingizdagi ustozlar sizni kelajagingiz uchun bor kuchi bilan harakat qilib, sizga bilim berishni davom ettiradi. Sizdan kerak bo'ladigani berilayotgan bilimlarni hammasini tortib olish bo'ladi. Erinmanglar, kitob o'qinglar, imtihonlarda a'lo baholarni. Yo'ldan qochinglar. Ijra. Uni ko'tarib olaman. Shoshma. Nima qilyapsan? Axir ehtiyot bo'l, yiqilib tushmasin. Yo'l beringlar. Yo'ldan qochinglar. Ifori shirin ekan. Shu yerda o'tirib tur. Mayli. Hamshira ketdimi? Yaxshimisan? Xavotir olma. Men shunchaki rol o'ynadim. Nima? Aytgancha, sen kimsan o'zi? Meni mehmon olib chiqib ketish kerak edi. Ha, bu yerga yaqinda o'tgandim. Qo'shni sinfda o'qiyman. Demak, yangi yigitcha ekansan-da. Seuldan keldingmi? U Subin. Meni tanimayapsanmi? Salom. Bugun issiqdan erib ketay dedim. Majlis tugaganmikin-a? Ha, hushingdan ketganing uchun
Vaqtinchalik yig'ilishlar bo'lmas ekan. Men siz nima qilardingiz a? Axir juda yosh bo'lsak, yosh boshimiz bilan shunaqa issiqda erib ketamiz axir. To'g'rimi? Lekin baribir oyoqda turolmaganing uchun rostdan xavotir olishni boshlagandim. Sen nima? Ortimdan kuzatib yuribsanmi? Yo'q. Shunchaki charchagandek ko'ringanding. Unda endi oramiz ochiq. Balki aktrisa bo'larman. Qayoqqa? Aylanishga. O'subin. Seni orzuing bormi? Orzu? Afsuski yo'q. Qanaqasiga? Eshitib qo'y yigitcha. Haqiqiy erkakni bir maqsadi bo'lishi kerak. Shunday deb o'ylaysanmi? Lekin bir maqsadim bor. Qanaqa? Shifokor bo'lmoqchiman. Bobom ham dadam ham shifokorlar. Dadamning ishxonasini deb bu yerga ko'chib o'tdik. Baholaring yaxshimi? Yo'q, lekin harakat qilyapman. Tushunarli. Hamdardman. Rahmat. Sen mendan orzularim haqida so'ramaysanmi? Seni orzuying bormi, Ija? Nursin, seullik yigitlarni maftunkor bo'ladi deb to'g'ri aytisharkan. Senga bir maslahat beraymi? Agar ikkimizga yaqin gaplashib ketishsak, odamlar boshqa xayolga boradi. Shunday ekan, nariroq yur. Mayli, Ija. Sen nima gapga tushunmaysanmi? Kuladigan gap aytmadim-ku? Xo'sh. Orzuying qanday? Men rejissyor bo'lishni xohlayman. Xo'sh, nima deysan? Orzuyim zo'r-a? Ular oilasining shifoxonasi. Xo'sh. Mana bunday va bunday. Quyosh botishigacha yarim soat qoldi. 어제의 꿈을 품고 바삐 지나버린 세상 속에 서로 그때의 그 기억을 찾아왔네. 잊지 말자 서로의 눈 속에 있던 작은 믿음 하나로 버텨온 날들 다 지나가도 여기에 남는 거 우리가 꿈꾸던 그 순간 Oy. Nursin, qo'rqib ketdim. Voy, salom. Sen bu yerda nima qilyapsan? Bu yerga otam aytgani uchun kelgandim. Bu yer oilangnikimi? O'zing bu yerda nima qilyapsan? Quyosh botishini suratga oldim. Xo'sh. Tez orada qorovullar almashadi. Vaqtida chiqib olish kerak. Hatto buni ham bilasanmi? Bu yerda tun juda chiroyli ko'rinadi. Ko'rishguncha. Sen bilan birga boraman. Menga qara. Nega yashirinyapmiz?
Hoy, qayoqqa? Kimsizlar o'zi? Qochamiz. To'xtang! Qayoqqa? 너와 함께했던 시간들을 추억이라는 이름을 가진 바다에 흘려보냈어. 내 맘 모르는 파도는 약속하게도 너를 데리고 저 멀리까지 도망을 쳐버리더라. 정말로 나를 사랑했더라면 Men tamom bo'ldim. Ha. 뜨거운 파도를 내쳐 뚫고 나와서 Shu daqiqadan boshlab biz sheriklarmiz. Okey? Aha. 볼 때 모래사장을 달려 너에게 못할 말들을 나누며 나 웃어 보이며 반갑게 너에게 인사를 해줄게. Bo'ldi, ketdik. Men shu yerda tushaman. Shu yerdami? Biroz piyoda yurgim kelyapti. Akademiyaga kech qolmagin. Qo'ng'iroq qilishni unutma. Seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Mayli oyi. Oho, barakalla buvijon. Ko'rinish va nigohlaringiz shunaqa zo'rki. Juda chiroyli ko'ryapsiz.